prostinani burchagini chiroyli tikish uchun bunday qilib buklab olamiz. Keyin bu yoq tarafini ham buklaymiz. Keyin bunday tekislagandan keyin o'rtasini orqaga qarab buklaymiz. Orqaga qarab buklagandan keyin mashinamda qilib chiroyli qilib tekis bo'lishini qarab bunda burchagini bunda pastga qilamiz-da. Yana bitta burchak yasaymiz mana bu yerdan. Shuni bundoq qilib ozgina dazmol qilgandek qilib bundoq qilib tekislasa izi tushadi, materialni izi tushadi. Keyin uni xohlasanglar chizib olsanglar bo'ladi. Keyin o'sha joyini zakrepka berib tikib olinadi. Prostinani chetini, burchagini chiroyli chiqishi uchun shunaqa buklab olamiz. Keyin mana shu o'rtasidan burchagini qayirib olib, mana yaxshi ko'rolmay qo'yotganlarga yaxshi yana bitta ko'rsatamiz. Mana orqasiga buklaymiz. O'ngini ichkariga qilib, keyin shuni o'rtasidan bundoq buklaymiz. Keyin bundoq buklaymiz deb dazmol qilib olamiz. Qo'limiz bilan bossak mana chiziq tushadi.